Tushunmadim. Hurmatli Bonu Ikromova, bitta narsani o'ylab qoldim. Nimani? O'sha payt gaplashganlarimizda menga cho'qinganlaringiz, billa rasmga tushganlarimiz, mana shu ishxonani gruppasiga tashlab yuborsam, qandoq bo'larkin? Hurmatingiz yer bilan bitta bo'lsa kerak. Unaqami? Sansirama. Unaqami o'g'lim aka, iltimos. Menga ish buyurmagin. Kerak bo'lsa, meni ham ishimni qilasan. Tushundingmi? Davay. Ey, Bor antikini nima o'tiribdi, xabar olib kel. erkak emas ekansan. Ha, erkak emasman. Cho'rt ekansan. Ha, cho'rtman. Bor ishingni qil. Hurmatli G'ulom aka. Mana bu videoni bitta ko'ring-chi. Erkak emas ekansan. Ha, erkak emasman. Cho'rt ekansan. Ha, cho'rtman. Bor ishingni qil. Shu videoni butun Telegram kanallarga tarqatsam, qandoq bo'larkan? Unaqa qilma Bonu. Sansirama. Kechiring Bonu opa. Qo'l qovushtirib kechirim so'ra. Bosh qaytarmaydi Bonu opa. Ol telefoningni. Hamma yozishganlarimizdan rasmlarni o'chirasan. Keyin men bu videoni o'chiraman. Kelishdik. Klinikaga qaranglar, keyingisi ham Bonu, biz bitta joyda ishlamas ekanmiz. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam, rozi bo'l. Men ishdan bo'shadim. Bonu va ishxona gruppasiga qaysi aksar bola bilan tushgan rasmiy tarqatib yuborishibdi. Qani qara. Yozishganlaring ham bor ekan, ko'rsataymi? Kompyuterimda ham bor bu narsalar. Tupoy. Bonu be. La mano arriba, cintura sola.